Montaj Matov Madambek, video montajyor bo'laman. Bugun sizlar bilan multikamerali montaj haqida gaplashamiz. Multikamerali yoki ko'p kamerali montaj o'zi nima? Bitta yoki undan ko'proq bo'lgan kameralar orqali syomka qilingan syomkani montaji multikamerali montaj deyiladi. Hozir sizlar bilan birga multikamerali montajni birga o'rganib chiqamiz. Premiere Pro'da proyektimiz ochilgan, fayllarimiz hammasi tayyor. Birinchi bo'lib sekvensiyani ochib olishdan boshlaymiz. Birinchi kameramizni tashlaymiz. Sekvensiya ochiladi. Buni ikkinchi yo'li ham bor. Sequence bo'limiga o'tamiz. Settings hammasi to'g'ri. Keyin bosamiz, sekvensiya ochiladi. Birinchi kameramizni tashlaymiz. Ikkinchi kameramiz. Kadrlarimizni tashlab oldik. Zoom bilan qo'yib olamiz. Sekvensiyamiz Full HD 30 kadrga ochilgan, lekin syomkamiz 4K syomka qilingani uchun kadrlarimiz shunaqa yaqin ko'rinyapti. Buni to'g'rilash uchun kadrlarni belgilagan holda meshkani tomoni bilan bosamiz va scale to frame size ni yoqib qo'yamiz. Hammasi to'g'ri bo'ladi. Va ikkita zvukimiz, 3 ta kadrimiz bor uchun bularning hammasini bir-biriga ovozini to'g'rilab sinxronizatsiya qilib chiqishimiz kerak. Buni ruchnoy qilib chiqishimiz juda ko'p vaqtni oladi. Ikkita kadr belgilaymiz, sinxronizatsiyani bosamiz. Bu juda ko'p vaqtni oladi, shuning uchun men plugindan foydalanaman. Bu plugin Blur Eyes Tour bo'ladi. Pluginga kiramiz, sinxronizatsiyani bosamiz. Kadrlarimiz hammasi bir-biriga to'g'rilandi. Tekshirib chiqamiz va hammasini belgilagan holda meshkani tomoni bilan bosamiz, nastga bosamiz. Va hamma kadrlarimiz birlashadi va yana belgilagan holda multikamerani yoqib qo'yamiz. Enable Shift nolni bosamiz. Hamma kadrlarimiz ko'rinadi va montaj qilishimiz mumkin. Kamerani ovozlarini o'chirib qo'yamiz. Multikamerali montajda qanday kadrlarni tanlashimiz mumkin? Ikki xil yo'li bor. Klaviatura orqali ikkinchi, birinchi kamera, uchinchi kamera yoki mishka orqali kadrlarni tanlashimiz mumkin. Mana birinchi kamera, ikkinchi kamera, uchinchi kamera. Shunaqa yo'l bilan montaj qilib chiqishimiz mumkin. Agar siz ham video montajga qiziqsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyin yana qiziqroq videolar chiqarishga harakat qilamiz.